O'zbekistonda har yili minglab odamlar infarktdan vafot etadi. Ularning aksariyati 5 yil oldin o'zlarida imkoniyat bo'lganini bilishardi. Lekin hozir aytib o'tadigan 5 ta xatoyimni qilishganliklari uchun bunday holatlar sodir bo'ladi. 5-xatoni deyarli hammangiz hozir ham har kuni qilyapsiz. Men bu 5-xatoni ko'pchilik bemorlarimda ko'raman. Eng asosiy va qo'rqinchlisi bilasizlar nima? Mana shu aytib o'tadigan 5-xatoyimni xato deb qaramaysizlar. Bu normal holat deb bilasizlar. Birinchisi, ko'pchilikda qon bosimi ko'tariladi-da, dam olganimdan keyin o'tib ketadi. Bo'ldi, menda qon bosim ko'tarilishi qandaydir asabdan yoki charchoqdan bo'ldi deb o'ylashadi. Qon bosim ko'tarilish sababini qidirishga harakat ham qilib ko'rmaydi. Qiziqib ham ko'rmaydi. Ikkinchisi, ba'zilar bor. Qon bosim ko'tarilgandan keyin doktorga borishadi. Lekin ularga yozib bergan rekomendatsiya, nazarchalarni qon bosimi tushgandan keyin tashab qo'yadi. Bo'ldi, qon bosimi tushdi-ku deb o'ylashadi. To'liq tuzaldim deb o'ylashadi. Uchinchisi esa tuzni faqatgina magazinlarda sotiladigan osh tuzi, paketchalik tuz bor-ku, o'shanda deb o'ylashadi. Lekin ko'pchilik bilmaydiki, yashirin holatda nonlarda, kolbasa, har xil ketchup, mayonezlarda bo'ladi. Bu mahsulotlarning tarkibidagi tuzni tuz deb hisoblashmaydi. Sog'lig'imga hech qanday zarar bermaydi deb o'ylashadi. To'rtinchisi esa hech kim hayoliga ham keltirmaydi. Profilaktik ko'rik maqsadida hech bo'lmasa yiliga bir marta EKG qilib turmaydi. Bu EKG poliklinikalarimizda ham bor. Lekin yana 5-si esa stressga chidamli bo'lish kerak. Ayniqsa erkak-ku stressni ko'tarish kerak. Stress bilan yashash kerak. U erkak-ku deyishadi. Bu eng katta xato. Hamma kasalliklarning eng asosiy sababchisi stress turadi. Nima bunchalik stress hamma kasallikka sababchi bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Stress qilgan paytimizda bu bizda inson paydo bo'lib kelayotgan paytdan bizning himoya reaksiyamiz sifatida paydo bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni mana oldin insonlar g'orlarda yashashgan, tabiat qo'ynida yashashgan, doimo yirtqich hayvonlarni himoyalanish uchun o'sha juda qattiq stress bo'lganda reski harakatlar, reski himoyalanish holatlariga tushish kerak bo'lgan. Mana shundan qolib ketgan bizda. Hozirgi stresslarimiz esa qanaqa? Hozirgi stress biz tabiat qo'ynida yoki g'orda yashashimiz shart emas. Hozirgi stressimiz har kuni, har soatda bo'ladigan ish yuzasidan, oila yuzasidan, farzand bilan bog'liq har kuni takrorlanadigan holatlar. Bu stresslar bizda birinchi navbatda qon tomirlarini toraytiradi. Ayniqsa stressga yurakda sezuvchanlik juda yuqori. Yurakning qon tomirlari toraygan vaqtda yurakka bir muddat o'sha stress paytimizda yarim soat qilasizmi, 1 soat qilasizmi, o'sha 1 soat, yarim soat davomida yurakka qon yaxshi kelmay turadi. Bu xuddi ariqda suv oqayotgan paytida atrofi yasharib turadi-ku, yam-yashil bo'lib. Ariqda suv oqishi kamayganda atrof sekin-asta sarg'ayib o'la boshlaydi-ku, o'to'lanlar. Yurakning asosiy ishlab turuvchi hujayralarida ham xuddi shu jarayon kechadi. Ya'ni sekin-asta o'la boshlaydi. Xalq tili aytganda. Shu sababdan stressni kamaytirishga, stressni boshqarishga harakat qilamiz. Sog'lig'imizni ko'proq o'ylaymiz. Shu sanab o'tgan 5 ta xatoyimni agar siz bugundan to'g'rilay boshlasangiz, infarkt xavfini kamida 50% ga kamaytirgan bo'lasiz. Bu infarkt bo'lmaslik o'zingizning qo'lingizda. Infarkt bo'lishni xohlamaysizmi? Hali yashashdan umidingiz bormi? Hali farzandlaringiz rohatini ko'rmoqchimisiz? Undan bugundan sizga mana tabiiy hamda tekin bo'lgan maslahatlar. Bugundan bacharing va umringizni uzaytirib, infarktdan o'zingizni qutqarib qoling. Bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yib, hoziroq sahifamga obuna bo'ling.